Orqamizda ko'rib turibsizlar, dehqonning ofisi juda qiziq bo'ladi. Obichon, bir bizga tanishtirib bering. Bugun sizlarga avzor bo'ladi. Rum tur deydi-ku, bu chayla tur bo'ladi xulo xolasa. Chaylani showroom qilamiz hozir, ko'rsatamiz. Eng qiziq joyi mana, ha? Eng qiziq joyi. Mana shu eng super narsasi. Bizda qumg'on deydi. Sizlarda nima deydi? Bizda ham qumg'on deydi. Qumg'on deydi, ko'pchilikda qolganlarda nima deydi bilmadim, yozib o'rasizlar. Xullas mana shu qumg'on deydi. Qumg'on mana o'choqcha mo'jazgina. Mana shu yerda shunday o'zini qozonchasi bor. Bitta narsani aytaymi? Dalani ovqatida ham maza ovqat bo'lmaydi. Ishoninglar. Mana chaylani oldida ovqat, kim chaylada ovqat yegan bo'lsa, maza qilgan bo'lsa, yozib olinglar akalar. Qaranglar, mo'jazgina, hech ortiqcha narsa yo'q bu yerda. Haligi qimmatbaho Dubayda idishlari yo'q. Mana shu o'ziga yarasha kapkir, shu narsalari bo'ladi, shu piyolalari oddiy va bu yerda chayla deymiz. Qolgan yerda nima deydi bilmadim. Bizda chayla deydi xullas. Ustiga qamish, ha? Chayla deydimi? Ustiga oddiy, mana hech qanaqa qimmatbaho material emas. Bu o'zimizni qamish. Qamishdan. Shunday yopiladi. Haqiqatan salqin bo'lib turibdi ichida. Bu nima bo'ladi Obidjon? Nima deymiz buni? Bu ham chayla kun sovuq kunlarga Kech paytda salqinlar bo'ladi. Ertalablarda zominlar salqin bo'ladi. ertamatlar Bitta